Qızlarmış yaqını yaz bəyçiq deb ketdinglar, balalarımızdan yangilik baş kiyimlerini chiqarib bermamsiz deb. Mana bugun sizlar bəyçiq balalarımızdan umoqmishdan o'sha shepkilari, posmlari, yurishliklarini bəyçiq ekelvetdim. Bir talaqsiz yurtlarni berib deb men bilan birga ko'ranglarmi qizlar. Men qo'limdagi shepkim bek chiroyli qala chiqdi qizlar. Ikki xil rangda chiqdi. 6 oydan tortib 2 yoshgacha balalarimizga keldi. Men nusqum bek chiroyli qala chiqdi. Keyin tarafdan cho'ng kichiklikni tanishlaymiz. Mayli sifat jihatdan bo'lsin, raq jihatdan bo'lsin, sizlarning eng oldin tanlashinglar bo'lalaydi. Mana shunchalik umma qalati chiqdi, balalarimizningki kiyim-kechaklarga moslashtirib kiydirib olsak bo'ldi-jimo qizlar. Men ostidagilarga har xil ranglari, har xil nusxalari shunchalik chiroyli qalati chiqdi-jimo. Men jumloq postmon bek chiroyli chiqdi, shepka nusx bo'yicha chiqdi emasmi qizlar? Balalarimizga bek yarashimliq chiqdi. Men o'zimni o'g'limga mishxalalatlikni kiydirdim. Shunchalik chiroyli qalati chiqdi. Buning rangi 3 xil rang bo'yicha chiqdi. Men rangim bek chiroyli chiqdi-jimo qizlar. O'xshashlar keyin tarafdan cho'ng kichiklikni tanishlayapsizlar. Men yuzay shepkalarni shunchalik yumshoq qalati chiqdi, balalarimizning beshini og'ritib o'tmaydi-jimo qizlar. Endi meniki qat'iy momosini o'lab ketmaydi, shunchalik yangi holat bo'yicha turdi qizlar. Keyin taraf o'xshashlar cho'ng kichiklikni tanishib keydiralasizlar. Yotqizgan vaqtda balalarimizning beshi qat'iy petib ketmaydi. Endi qizlar bu vaqtlarimizdan posmalarga keldik-jimo. Bu posmalarni shunchalik rohat holati chiqdi, bek yumshoq chiqdi-jimo qizlar. Mayli nusxa jihatdan bo'lsin, raq jihatdan bo'lsin, shunchalik oldin tanlashinglar bo'lalaydi. Men nusxani har xil rangliklar bor. Oldidagi manusqalam shunchalik alayda holati chiqdi. Endi 40 chilik bu vaqtlarimiz uchun ma'qul holatdan tavsiya qilmayman qizlar. Bek yumshoqkan bu shu 4 xil nusxa bo'yicha mal keldi. Birsidan chiroyli qalati chiqdi. Endi qizlar yangi tug'ilgan bu vaqtlarimizdan tortib 2 yoshgacha bolalarimizni mishning o'xshash umma qalati chiqadigan shlaplarni, posmlarni ekeldik. Qizlar ma posmim bek umoq chiqdi-jimo, oldidan chiqadigan posm lozim degan qizlar menda kichik posmdan chiqmoq bek tasjimo. Yangi tug'ilgan bu vaqtlardan tortib mas keldi. Do'stlarning bolalarga so'g'atib qolgan vaqtlarni o'ylasanlar bo'ldi-jimo. Ma to'g'ri holat bo'yicha chiqdi. Balkim bolalarimizdan beshini qat'iy qizdatmaydi. Manus qilib shunchalik chiroyli qalati chiqdi. Har xil nusxa, har xil ranglardan bor-jimo qizlar. Maranglarmi shu. Endi oldin qitim manusqalarni bek so'ragandinglar qizlar. Manadan molchiga qolgan. Hozir yana mallardan zakaz qildik-jimo. Bu bek chiroyli qalati chiqdi. Nusxalar har xil birsiga o'xshamaydigan holati chiqdi. Hammasidan paytqa bir holati chiqdi-jimo qizlar. 0 oydan tortib 8 oygacha bolalarimiz keldi. Qizlar ma'mun 0 oydan 3 oygacha bolalarimizdan paypoq bilan posmasejimo men bek chiroyli qalati chiqdi. Endi mal posma, sholdiruq, paypoqi bir holati chiqdi. Mana qizlar mening o'xshash nusxalardan bajimo, menda nusxalarniki qizlar har xil rangliklar bor. Bolalarning kiyimiga pilab kiydirib olsanlar bo'ldi. Mashlarimiz bek umoq chiqdi-jimo, bek chiroyli qalati chiqdi. Ranglar birsidan chiroyli. Qizlar yoqtirganlaringlarni cho'qim rasm tatib inkasrayni qoldirib qo'yishni tiqamanlar-jimo. Endi poyamqadek posmalar men uyg'obolchi rangliklarim bor. Xil rang bo'yicha chiqdi o'g'allarimizdan 0 oydan tortib 3 yoshgacha bolalarimizga mos keldi. Bechcha qizlarmi shu ayt bo'lgan sizlar so'rab ketdinglar, endi bolalarimizninki ko'ylaklarga moslashtirib taqab qo'ydigan fodalardanmi bormi deb. Fodalarning ishda kangalat chiqadigan har xil nusxalardan keldi-jimo qizlar. Nusxalarim birsidan chiroyli qalati chiqdi, bahasi intayin muvofiq holatda. Do'konimizga kelib ko'rib setasanlar bo'ldi, bo'lmasa ayrimxona zakaz tushsanlar bo'ldi-jimo qizlar. Shunchalik chiroyli ranglar bor. Mana qizlar bir-birlab tizib berdim aniqroq qalati ko'rsin deb. Har xil kiyimlarga moslashtirib taqiyalaysizlar. 100 bu bek asqatida emasmi qizlar? Mana qo'limdan 3 xil rang birlamalat bo'yicha bordi qo'lanlarga. Menga o'xshash har xil ranglardan bor-jimo. O'zinglarning yoqtirishinglarga asosan zakaz tushsanlar bo'ldi qizlar. Unda bo'lsa bugungi bu filmimdagi qaysi posmalarni, fodalarni eng yoqtirganlar cho'qim rasm tatib inkasrayni qoldirib o'tishni tiqamanlar. Bir talaqsiz yurtganlarni berib men go'njo qilalanglar. Budak yangiliklarga erishlik. Xayr xo'sh.